Jamol. Nega uning ismi Jamol? U qishloqimi? Nega men uni har doim o'ldiraman? Jamol gapira olmaydimi? Yo, what the fuck? Vardi. Yo, bro, sen hozir bilasanmi, video o'rtasida bizani buzyapsan. Borib tur, anaqa o'zim gaplasha olaman. Xo'p, sen bilan boshqacha gaplashaman, tushunmadim senga. Shuncha video olganimizni buzding, bilasanmi? Qayboryapsan? Jamolga emas, faqat Jamol. Yo! Qarochi, bugungi videoda biz Jamolning tarixini gaplashib chiqamiz. Jamol. Uning nega bunni katta? Jamol rostdan ham nega o'lmaydi? Bugungi videoda buning javobini topasiz. Shuning uchun oxirigacha ko'ring. Zo'r chiqdi. Jamol, video zo'rroq bo'lishi uchun videoning oxirida seni o'ldirishim kerak. Yo, what the fuck? G'iybatlar.com ko'rsatuviga xush kelibsiz. Bugun biz Jamolni uylantiramiz mavzusini ochib beramiz. Xo'p, bugun biz Jamolni o'zini ham chaqirganmiz. Jamol bu yoqqa uyalma, mana bu yerga o'ta. Ke, bugun seni boshdan oxirigacha g'iybat qilamiz. Qarochi, Minecraft'irlarning aytishi bo'yicha seni Minecraft'da 3 ta kiyiming bor ekan. Buni obunachilarga ko'rsata olasanmi? Go, unda men hamma ko'rinish uchun mana bu yerni buzib qo'yaman. Go, hamma ko'rsat. 3 ta kiyimingni ko'rsat. Demak, bu ustingdagi kiyim birinchi kiyim. Wow, yashil kiyim, ikkinchi kiyim, normalniy. Let's go. Uchinchi kiyiming qanaqa? Ko'rsat, buni obunachilar ko'rish kerak. Uchinchi kiyimingni ko'rsat. Qanaqa? Wow, kiyim qani? Yo, what the fuck? Kiyiming qani? Bordingmi bu? Yo, what the fuck? Bosib ketdi-ku. Wow, abjag'ini chiqaribdilar. Chunki Baxida sen bilan boshqacha gaplashaman endi. Baxya! Yo, what? Buli. Yo! What? Yeah. Endi bu bilan boshqacha gaplashiladi bu yoqda. What? Yo, qurolni qayta oldimi? Yo! Bu yoqqa. Bu yoqqa. Yo, what the fuck? Yordam bolla! Qoch! Teleshowdan qochinglar hammanglar! Nega Jamol umuman o'lmaslik sirini bugun sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Bolalar, qarochi, mana Jamol o'zini kravatida yotibdi va bu spam point, ya'ni bu tug'ilish joyi. Jamol xohlagan joyiga yotoqxonasini qo'yib bitta bosib ketsa bo'ldi. U Jamol o'sha joyda tirilaveradi. Tushunarlimi? Qarochi bolalar, buni sinab ko'ramiz. Bugun Jamolni mana shu chuqurlikka tushiramiz. Jamol! Jamol! Dahshat ish bor. Bu yoqqa kel. Sen bitta gap bor. Tezlash. Sen mana shu chuqurlikka tushishing kerak. Nima? Yaxshilikcha ko'rmasang o'zingdan ko'r lekin. Tezlash. Men senga o'sha sakayotgan joyim qilib berganman. Go. Uli. Yo, what the fuck? O'yin qilmasdan Jamol. O'yin qilmasdan sakra. Tezlash faqat. Obunachilar kutib turibdi seni. Yo! Bola mana, Jamol mana shu yerda sakrab, mana bu yerda o'ldi. Ya'ni chuqurlikka tushib o'ldi. Va endi u o'zini kravatidan tug'iladi. 1, 2, yo, mana tug'ildi o'sha. Yo, Jamol, qalaysan, yaxshimisan? Xo'p. Eli yana bir marta o'ldi. O'lgandan keyin yana tirilish kerak. Ana, o'li, sen zo'rsan. Eli endi qayerda tug'ilishini bilmayman. A few moments later. Nay. Yo, Asu, bola yangilik sport o'yinlariga stavka, kazinolar va boshqa tavakkalchi o'yinlarda o'z omadingizni sinab ko'ring va boyib keting. Kommentariyadagi silka orqali Mospitda registratsiyadan o'ting va 3 million so'mgacha katta bonus oling. O'yinlar qonuniylashtirilgan. Davay bola, menga ruxsat beringlar, uyga ketishim kerak. Xotinga yangilikni aytay. Xotin kommentariyadagi silkaga kirgandim, 3 million so'm yutib oldim. Nega Jamol gapira olmaydi? Men buni yoshligimdan beri undan so'ramagan ekanman. Jamol, sen gapira olasanmi? Hech bo'lmasa bironta ishorali gap ham qila olmaysanmi? Yo, what the fuck? Jamol menga yoshligidan beri gapirmagan, faqat yozib tushuntirgan. Ismini ham menga yozib bergan. Keyin men ismini Jamolligini bilganman. Shuning uchun ko'p gapirmaylar. U umuman gapirmaydi menimcha. O'zidan ham so'raylar, menimcha gapirma. Nima qilyapsan, Baxga? Nimalar qilibdinglar? Ancha yillar oldi. Xo'p, mana bu yerda kim bor ekan? Xo'p, ko'raylikcha. Okay, yo, o'yla Jamol. Tezroq yoninglardagi hamma pulni beringlar. Bo'lmasam otib o'ldirib taylayman. Go, tezlashinglar. Yo, let's go. Bolanglar shirin bo'lsa tezroq beringlar. Wow, 27 ta. Bu bolanglarga yetmaydi, bu yoqqa tirrancha. Bolanglar tirik qolishini istasanglar, tezroq bolanglarga ham to'laylar. Qimillamay. Go, endi sen navbating. Bermaysanmi?
Bolaka, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Uyalma. Senga bundan-da zo'r ota-onalar kerak. Ya'ni menga o'xshagan. Isming nima? Ismingni ayt menga. Nima? Jamol, okey. Jamol, senga bundan-da zo'r ota-onalar kerak. Ya'ni men bilan yur. Men senga dunyoni ko'rsataman. Go, o'rtamdan yur. Yo'qqa kel. Bizlar bundan-da zo'rlarga erishamiz. Go. Shu tariqa men Jamolning ota-onasini o'ldirib, Jamolni o'z boquvimga olganman. Jamol, nega yig'layapsan? U kunlarni eslama, hammasi o'tib ketadi. Xo'p, Jamol, to'yni qachonga rejalashtirgansan? Kitobmi? Bu qanaqa kitob? Xo'p, o'qiylik-chi. Bugun, stop. Bugun? Rostdan bugunmi? Gonda to'yni boshlaylik. Yo, let's go. Va nihoyat to'y ham boshlandi. Yaxshimisan, Jamol? Terlab ketibsan anchagina. Wow, normal qiz topibsan-ku. Bola karoshda kelin-kuyovga olib kelgan sovg'a salomlaringni olib kelinglar. Ya'ni menga topshiringlar. Olib kelgan bo'lsanglar kerakmi? Kelin-kuyovga sovg'a salom olib kelinadi-yu. Sizlar ham olib kelinglarmi? Menimcha olib kelgansizlar. Yo, what the fuck? Wow, okay, let's go baby. Yaxshi. Ancha bo'lib ketdik. Jamol, o'sha ancha-muncha soqqa keldi. Endi bu qizni bizga keragi yo'q. Let's go. Ancha-muncha bo'lib ketdik bizga, Jamol. Jamol. Wow, Jamol. Unaqa qara, erkak kishi yig'lamaydi. O'sha bizda qara qancha pul bor. Ko'p o'ylama, ertaga ham uylanamiz. Bu biznes menga yoqib qoldi. Ertaga ham ko'p pullar keladi bizga. Bolalar, menda bitta fikr keldi. Jamolning ko'rinishini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni biz hozir qishloqqa kelib, Jamolni qidirishimiz uchun uni 2 soat qidirishimiz kerak. Ya'ni mana shu ikkita jetildan biri Jamol. Lekin qaysi biriligini bilmayman. Lekin buni bitta yo'li bor bilishni. Seni o'ldiraman. Demak bu Jamol emas. Seni o'ldiraman. Yo, mana bu Jamol lekin aniq. Rostdan ham Jamolni tanib olish qiyin. Shuning uchun unga bosh kiyim beraman. Go, endi uni qidirib topishim kerak. Xo'p. Jamol, va nihoyat seni topdim. Almas topganmiding? Senga bitta kiyim olib keldim. Ya'ni bosh kiyim olib keldim senga bitta. Kiyib ol. Seni tezroq tanib olishim uchun kerak bu. Addushi, senga juda yarashdi. Takoyli yo'q turibdi. Endi orqaga yur. Orqaga yur, tezlashib. Baby. Endi Jamol boshqa jetillardan ajralib turadi. Jamol, bu yoqqa tush. Seni obunachilar ko'rsin bosh kiyimini. Jamol, bu yoqqa tush. Ana Jamol. Bola, endi uning bosh kiyimi bor va endi u boshqa jetillardan ajralib turadi. Men uning Jamolligini birdaniga bilaman. Nima bu? Qo'sh. Yo, what?